mashina yana yo'lga tushdi. Ular menish oldida Qusayga suvadandagi suv bilan meva sharbatlarini berdi. Chunki uning so'zi, ruhi hammalarni ta'sirlantirgan edi. Shu ta'sir bilan hayajonlanib qolgan Bahoviddin Mirzo ketib o'tib hamrohlariga mundoq dedi: "Sen söylegan narsa seni yaratdi degan hikmat rost ekan. Vatan bizni yaratdi, dilimizni, tilimizni yaratdi. Har qanday odamning o'z xalqini, o'z yurtini suyishi tabiiy ekan. Men uchun Namanganning munbat, avoliq tog' daryolari go'zal bo'lganidek, sizlar uchun Qashqaryoning shirin shekar mevlik bog'orallari go'zal. Endi bayqi yigit Qusay uchunchi. Onun uchun mu albatta mush qaqas tog'jilg'idagi tosh tuproqlari bilan salma kaslanchiklar hammadan go'zal. Bayotindan beri ajoyib bir rivoyat esimga kelib qoldi. Davlat Shoh Samarqandi o'zining Shoirlar Bo'stoni degan asrda shunday hikoya qilgan. Amir Nasr bin Ahmad Iroqqa kelganda bu shaharning jannatdek iqlimi Amirning ko'ngliga yoqib qoldi. O'z poytaxti Buxoro Amirning xotirasidan butunlay ko'tarildi. Uning atrofidagi vazirlar, boylar Iroqda uzoq turib qolganligidan ko'ngillarida yurt seg'inishi uyg'onib beoram bo'ldi. Lekin hech qanday tadbir bilan Amirni Buxoro qaytishga ko'ndirolmaydi. Shuning bilan oxir ular ustoz Rodakidan o'tinib Amirning ko'nglida Buxoro qaytish zo'qini uyg'otib berishni so'radi. Bir kuni Amir to'satdan Buxoro ne'matlarini va u yerning saf havosini tilga olib qoldi. Shu chaqda ustoz Rodaki bir necha kundan burun yezib tayyorlab qo'ygan bir qasidani qo'liga olib o'qidi. Mo'lyan hidi buyan kelmektedir. Yadgı yari mehribon kelmektedir. Ger dağaldır anca yin amul kumi. Lek meyin ipek saman kelmektedir. Gerçkendir anca yin ceyhun sugi. At bilidin biziyan kelmektedir. Ey Bukhara şat bulup tazimge çık. Çünkü padişah mihman kelmektedir. Ay eğer bolsa emir Bukhara asman. Ay çıkıp asman tamam kelmektedir. Sevri eğer bolsa emir Bukhara bostan. Sevri bugün bostan tamam kelmektedir. Qasida vatan haqida. Onun bir belgisi bolgan Bukhara şehrini kesip akıdığan Mo'lyan daryosi haqida edi. Aytirishcha bu qasida amirning ko'nglida muzlab yotgan vatan mehrini uyg'otib etganlikdan u hatto o'tkinimi kiymay Buxoroga jo'nagan. Bahoviddin Mirzo hikoyasini to'xtatib birdan shukida o'ltirib qoldi. Uning chiroyi tatirib, og'zi uncharab qolgan edi. Munqu to'lgan ko'zlaridan bir xil ichki azobning iztirobli sho'lisi alangiydi. Bir azdan keyin u xuddi o'ziga o'zi so'zlagandek miskin ovozda so'zini davom qildi. Bu dunyoda vatansizlikdan og'ir dard yo'q ekan. Menda hozir pul desa bor, nom desa bor. Qo'limni nega so'zsam yetadi. Nega borg'im kelsa bora olayman. Nurg'un isil yerlarni ko'rdim. Zamonaviy shaharlarda turdim. Lekin o'zim tug'ilib o'sgan ashu loy kesaklik uy, ashu chang to'piq mahalla, ashu o'stan, ashu daraxt va ashu so'qmoq yo'llar bir kun esimdan ko'tarilgani yo'q. Uning dardi yuragimga o'rnab ketdi. Har qancha qilibmi bu dardni yengolmadim. Mening keyingi umrim mana shu dard bilan yoqi yurtda o'tib ketadigan o'xshaydi. Bahoviddin Mirzo shu gaplarni dedi-da, beshini tuvan silib jimib ketdi. Uning shu turqi ba'ayni tirik murdiga o'xshaydi. Bahoviddin Mirzo mashinaning silkishi bilan beshini ko'tarib, cho'nqur bir uxsingan vaqtda Akbar uning ko'zlaridan eqiyotgan munchoq yoshlarni ko'rib qoldi. Mashina gurildab, pushuldab, yilon bag'ri yo'lda yuqori o'rnamoqda edi. Yuqori o'rlagan siri yo'lovchilarning ko'ksiga Toifning salqin, xushbo'y havosi urilishga boshladi. Lekin hech kim buni sezmaydi. Ularning o'zi mashina bo'lgan bilan xiyollari allaqachon
talay yol ve talay külfetlerini eşip özünün aqida ve imanı bulgan ana yurtqa qarab ketgan edi. Anlavatqanыңlar beli qutordan anlatılavatqan avazlıq əsərlər sahifisi. Suhayba xeyli cüretlik, qorqumsiz ayol edi. Lekin oğlu tug'ilib qachonki heliq ish yuz berdi, shundan boshlab yurak oldi bo'lib qoldi. Kichkina shapin anglasa cho'chib andikib ketadi. O'g'li Hilimshoning 7 oylik bo'lgan vaqti edi. Namoz asrdan keyin uni emitib, o'moq sabiy chiroyig'i mahliyo bo'lib o'tirganda, yenik bir shapi anglanib, uning diqqatini bo'ldi. Onun baş tarafida bir narsa shipirlagandek qilardi. Suhayba asta beshini ko'tarib ustiga qaradi-yu, ko'zlari chaqchib, yuragi og'ziga qoplashgandek bo'ldi. Suhayba yo'linib o'tirgan tomning to'g'risi tutashgan yerida bir so'yan uzunlikdagi bir kaslanchuk tomga chaplashib turardi. Uning uzun quyruqi, surlik ko'zi va badbashir talati odamning tenini shurkuntirardi. Suhayba burun, Salma, Kaslanchik degandek ismlarni anglagan bo'lsa-mu, lekin ko'rib baxmagan edi. Uning kichkina bir maxluq bo'lsa-mu, lekin bu darajada surlik va yerginishlik ekanligini o'ylab baxmagan edi. Suhayba qo'rqindan dinini ichiga yutib, o'g'lini bag'riga mahkam tangdi. Go'yo u narsa hozirli etilib kelib, o'g'liga ziyon zahmat yetkazilgandek aloqsat bo'lib ketgan edi. Suhayba ikkinchi qatim yuraksizlik bilan beshini ko'tarib, ko'zining quyrug'iga qaraganda, kaslanchib, qirqirab minib, panjiraga yaqinlashib qolgan edi. Kaslanchib panjiraning yengil kelib, yana to'xtadi. Quyrug'ini dingaytdi. Beshini tez-tez harakatlantirib, u yoq bu yoqqa qaradi. Suhayba qo'rqinch ichida uning harakatlarini kuzatgach, panjiraga qaradi. Xudoga shukri, panjira ochiq edi. Suhayba yana o'g'lidan andish qilib, uni texim ichkiga yo'chirmoqchi bo'lgandek bag'riga texini chin bosdi. Shu chaqda buvoq Hilimsho dimiqib ketdimi yoki onasining qisishidan bir yeri og'rib ketdimi, aytovuri tuyuqsiz qirqirab yig'lab ketdi. Jimjit uyda tuyuqsiz paydo bo'lgan bu shiddatli ovoz kaslanchikni cho'chitibdi. U g'irrid qilib o'zini panjiraga otdi-da sirtga chiqib ketdi. Suhayba deb ulug' kichikdanib qo'ydi. Yuragini qalaymaqan so'qishdan to'xtab, asta-asta iziga tushdi. O'g'lini bag'ridan ajirtib, bosh ko'zlariga to'xtamay suyib ketdi. Shu kun kechda Otxon kelganda, u bu ishni bahmi qo'rqinish ichida so'zlab berdi. Lekin Otxon xotinini xotirjam qilish uchunmi yoki aslida shundaqmi ish qilib bir xil parvosizlik bilan qo'rqma, kaslanchik degan yavash jonivor, odamga chiqilmaydi. Bundaq narsalarning yo'qlab turishi uyga nusrat keladi, dedi. Lekin erining so'zi Suhaybani xotirjam qila olmadi. Shundan boshlab uning yuragiga bir xil vahima o'rnab ketgan edi. Mana bugun Suhayba yana yolg'iz qoldi. Otxon bilan Akbar Toif qomanganda endi oyog'i chiqqan o'g'li ularning orqasidan o'ylig'icha taytanlab chiqib ergashgan edi. Otxon uni qo'liga elib suyib qo'yib, 3-4 kunda kelamiz, anangga obdan amroq bo'la o'g'lim, deb chiqib ketgan edi. Bu kecha Suhaybaning zotli uyqusi kelmadi. Necha burunqi osh ish yana ko'z oldiga kelib berib, surib esib ketadi. Yenida pushuldab uxlayotgan o'g'lini turib qo'yniga solab, chin quchoqlab oladi. Suhayba atsi bekni harg'in, ruhsiz o'rindan turdi. Tushlikchi bo'lgan vaqtni elang-selang o'tkazdi. Tushlik tamoqdan keyin Hilimshoni sagunchak selib uxultib, ondan o'zimi ozroq orom olmoqchi bo'ldi. Sagunchakka bo'langan Hilimsho yangi qiliq chiqarib, o'zicha bir narsalarni g'ungrab, texij uxlamagan edi. Suhayba uni larzon tavirtib, uyning tunukidan tushib turgan yo'q-yo'riq nurga qaraganicha
arabcha allay naqsini g'ingshib o'tiratdi. Nur uning ko'ziga dastlab oqqush, keyin Hasan Usandek ranglar ko'rindi. Ondan xuddi birsi qo'li bilan uni chalg'atgandek tavrilishgan. Mudirlashqa boshladi. Suhayba hayron bo'ldi. Ko'zini yo'g'on ochdi va zehnini yig'ib to'niga diqqat bilan qaradi. Suhayba ko'ziga ishonmay qoldi. Chunki tuynukdan qiypash tushayotgan nur rostini mudirlab, ranglanib, g'alati bir narsaga aylanib o'tdi. G'alati narsa oxir nurdan ajrilib, o'zining asli qiyofatini ko'rsatdi. U tuynukdan asta-asta sangilab tushayotgan bir g'ulash uzunlikdagi zaharli chor yilon edi. Suhaybaning putqulida jon qolmadi. Ko'z joniqidan chiqib ketgudek chakchiyib ketdi. Qo'rquv ham vahimadan yurak to'xtab, badani muzlagandek holga kelib qoldi. Agar u yolg'iz bo'lgan bo'lsa edi, shu turqida o'tirib hushidan ketgan bo'lardi. Lekin o'g'li uni esiga keltirdi. Suhayba ajoyib bir ilohiy kuch bilan o'rnidan chashrab turdi va saygunchakdagi bolani yulib elib o'zini o'ylig'iga otdi. Uning bo'ylida turib chirqirgan dahshatli ovozi qo'shni qulumlarni cho'chitibdi. Bir nechaylan o'ylig'iga yugurib kirdi. U chaqda yilonni tuynukdan sangilab uyga tushib bo'lgan edi. Aradan 30 yoshlik bir odam uyga chashrab kirib, yo'g'on tag'ar bilan yilonni bosmoqda bo'ldi. Qolganlar tayoq kaltaklar bilan urib yilonni o'ldiribdi. Lekin Suhaybaning qo'rqinchi teg'i besiqmagan edi. Ko'z oldida yuz bergan bu dahshatli ko'rinishdan bechara jovan xuddi sovuq kechida yomg'irda qolgan to'ymuchiqdek g'ov-g'ov titraydi. Uni bir ayol qo'shnisi uyiga akirib ketdi. U yashangan tajribali ayol edi. "Qizim, hargiz qo'rqma", dedi u Suhaybaning ko'nglini tinchitishga urinib. Allah'ın kudreti bilen Yusuf aleyhisselam kuduqishidan Daryam aleyhisselam şiri uğustan kutulup kalgandek, siz mi bu balay afetlerden kutulup kaldınız? Endi hiç bolmaydı. Atxan qaytib kelgende to'nglikka simtor bekitib tamning araçlarını itivetse hemmi iş tugaydi. Lekin Suhaybaning quliqiga bu gaplar kirmaydi. U xuddi ruhi chiqib ketgan odamdek nihoyat parishon edi. Kichikkin bir shapini anglasa, cho'chib, andikib ketadi. Uning hammadan bak ansiraydigani mana shu yurak pari, ko'ngil xushi Elimsho edi. Suhaybaning qapoqlari qizdirib ishib, kirpiklari pushlanib, yuzi oppoq tatirib ketgan edi. Suhayba orqa-orqadan ikki qatim yuz bergan bu mudiyish ishni Allohning o'zi bilan o'g'li qilayotgan beshorati deb bilib, bu uyda turmaslik qaroriga keldi. Atxon qaytib kelsa, darhol uning bilan maslahatlashib, boshqa yerga ko'chishni ko'ngliga tushdi. Lekin qerishqandek Atxondan xabar yo'q edi. 4 kun o'tib ketdi. Endi Suhaybaning sabr qachisi to'ldi. Kishining uyda turaverish uning ig'ir keldi. To'satdan uning xiyoliga Qohiraga qaytish fikri kelib qoldi. Suhayba to'y qilib kelgan 2,5 yildan beri ota-onasini ko'rib boqmagan edi. Turibla ota-ona mehri, yurt sevgisi uning qalbini o'rtadi. Suhayba bir kecha o'ylanib, oxiri Qohiraga berish qaroriga keldi. U ona bo'lish sifati bilan yolg'iz o'g'lini qo'g'dab kelish kerak edi. Ota-onasini yo'qlash va ularning birdan-bir navrisi bo'lgan Elimshoni ularga ko'rsatish uning farzandlik burchi edi. Balkim bu orliqda Atxon boshqa yerdan tex uy elib, uni xotirjam qilishi mumkin edi. Atsi Suhayba bir parcha xat yozib, qo'shnisi orqali Atxonga qoldirdi va bir bo'g'chi bilan Elimshoni bag'riga besib, uydan chiqib ketdi. Anlavatqanlar Biliq Tordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Atxon bilan Akbar Taifdan bir haftada qaytib kirdi. Bo'lg'us qudisi Nadir hojim ularni mehmon qildi. Butun Taifni aylantirib sayli qildirdi va bu jarayonda to'y vaqtini dastlabki qadamda bekitib qo'ydi.
Atxon kenji farzandi Yelimshani bakmi seg'inib ketgan edi. Uning seg'ingan yuragiga o'g'lining tattiq qiliqlari bilan chuchiktili emas, balki Suhayba yezib qoldirgan xatni ochiq qonchisi tegdi. Bir parcha patlangan kashmir qog'oziga yozilgan xat qisqali edi. Akbar uni dadasiga o'qib berdi. Peqirning egisi hurmatli murabbimga bo'lgan ishlarni qo'shnilardan anglala. Mening uyga kirgidek majolim qolmadi. O'g'limizning taqdiridan ansirab qoldim. Oxir sizlardan beso'roq Qohiraga ketdim. Hammaga Alloh guvoh. Mening bu yerda turg'idek va sizning qaytib kelishlarini kutgidek toqatim qolmadi. Ojizalarning bundaq aqlsizliklarini kechirgaylar. Men sizni Qohirada kutaman. Alloh hammamizni salomat qilsin. Atxon xatni anglab bo'lib, qo'lidagi choy ichayotgan Janon piyolani g'azab bilan yerga urdi. Yuragimi ashi jarangishib sungan piyola bilan pora-pora bo'lib ketgandek echishib ketdi. Chunki xat uning yuragiga nashtardek urilgan. Yuqorqi yozmishlardan o'zi hong'itib, butun vujudi muzlab ketgan edi. Atxon ayolining bundoq bang'ash, yengil taklikidan qattiq xafa bo'ldi. Hatta uni vafosiz deb qarab, og'zidan yomon gap chiqarib yetishga qil qoldi. Akbar dadasining bundoq qattiq achchiqlanganligini tunji qitim ko'rib o'tdi. Demisimi Atxonning ko'nglidagi necha vaqtdan buyanqi mehribonlik o'rnini endi kuchli g'azab egillagan edi. Shundoq bir vujudda tangdassiz mehr tuyg'usimi, cheksiz qahr qudratimi bo'ladi. Akbar o'zicha mulohiza qilib, bundoq ziyoda achchig'lanishning ostida Suhayba bilan Yelimshani hadis yaxshi ko'rish tuyg'usining yo'shiringanligini bilib ketdi. Darvaqa Suhayba yaxshi ko'rishga arziydigan pok va latofatli ayol edi. "Dada, nimancha achchig'lansan?" dedi Akbar yerda chechilib yotgan piyola sunuqlarini terib etib. "Insof bilan o'ylaganda Suhaybadan ranjishga bo'lmaydi. Qo'shnilarning gapini anglamadingmi? Undoq yo'g'on qo'rqinchli yilonni ko'rsa, nazm haq emas. Mana men degan o'g'il bolamni pis sirqirmay qolmaydi. Uning ustiga Suhaybaning yurtini, ota-onasini ko'rmagani uzoq bo'ldi. Ko'rish imkoni turib ko'rimiz o'g'il bo'lmamdi. Bundoq dard biz bilan kasson dada. Nima uchun menda besoq ketdi?" dedi Atxon yana shu achchiq bilan challaqab. "Bizning kirishimizni kutib olmamdi." "Kutilmagan gap shu dada," dedi Akbar Suhaybani oqlab. "Hatta hamma gap ochiq turmamdi. Sen hamisha shirin yengen botir emas, ochiq yengen botir deysan dada. Bugun bu gap o'z beshimga keldi. Ochiqni biz o'ylab baq." Akbarning gapi ta'sir qildimi yoki so'zlab ochiq ketdimi? Atxon xuddi so'ram tartib olgan o'kuzdek pushida birini tinib pastgo'yga tushdi. "Xayr," dedi u oxir o'z-o'zini baslab. "Salomat borsin mayli-ku. Salomat bormaydigan ish yo'q dada," dedi Akbar dadasining ko'nglidagi ansizlikni bilib. Haramning yeridan mashina kira qilib Jiddaga kirdi. Undan keyin paraxot o'ltirib Qohiraga boradi. Ansirma, hozirgi qatnashishlar burunqidek mushkul emas dada. Osonlashib ketdi. 10-20 kundan keyin sen berib akilib olsan bo'lmadimi? Men Atxon yana judini tutgandek ko'rikirdi. "Men Qohiraga berib qaytirib kelaman deman texi. Undaq ish yo'q. O'z ketgandan keyin o'z kelsin. Bo'lmasa ota-onasini evib kelsin. Qani, vaqt kelgan ko'ramiz dada," dedi Akbar va Atxonga qarab miyiqqida kulib qo'ydi. Atsi ota-bola ishlaylan uyning o'nlashqa tegishli yerlarini o'ngladi. Tunglikka simtor yeyib, ayni jihoz bekitdi. Panjarani cho'ngaytib, dariza o'rnatdi. Tomlarning orqa oldidagi yo'chuq arashlarni lay bilan itib, siliq suvdi. Shuning bilan ular o'zlarini kechalar xotirjam yotadigan bo'ldi. Bu orliqda Akbar yana shu do'sti Harisning yordami bilan Jiddadagi do'konni setib, Makkaning Muttao deganovat bozoridan bir do'konni setib olib, tijoratini Makkaga yo'tkadi. Bir oydan keyin Akbar bilan Gulbahramning to'yi bo'ldi. Qiz Taifdan mush uyga ko'chirilib kelindi. Atxon satrashlik do'konning bir pulunga 2 tal shalni qo'yib, shu yerda yetib qopdi.
to'yning bo'ldi-bo'ldisi, mehmonning kaldi-kattisi tugab, birer ay o'tganda Pasar hojim tuyuqsiz Atxonning do'konida paydo bo'lib qoldi. Bu odamning Makka tarafga kelmaganiga birer yil bo'lib qolgan edi. "Qanday ustam?" dedi u qizg'in salomlashib. "Salomat tur otamlar. Xudoga shukr", dedi Atxonni salomni ilik kelib. "Salomat, tuproqning ustida turyapman." Salom soatdan keyin Pasar hojim Suhaybaning Yelimshoning xabarini yetkazdi. Og'ziga tegmay ularni maqtadi. Bo'libmi Yelimshoning tatliq qiliqlarini, dada deb tug'ilgan ovozlarini doğrab Atxonning yuragiga o't yiqilatdi. Oxirida Suhaybaning bir parcha xeti bilan Yelimshoning yaqinda tortilgan bir parcha ranglik surtini berdi. Hatta "Men sizlarni kutib, inoklarim tushib qolay" dedi. "Sizlar bo'lmasinlar, bizga Qohirani ko'ngilsiz tuyuladigan" degan yurak so'zlari yesilgan edi. Atxon o'g'lining surtiga qarab qetibli qoldi. Bala shundoq o'maq, sog'lom cho'ng bo'lgan edi. Qarqatdek mo'ldir ko'zlari Atxonga qarab kulimsirab turardi. "Shundoqmi tashlab etgan bormi, ustam?" dedi Pasar hojim koyig'andek talaffuzda. "Men xotinlarning qanday ahvolda ketganligini bildim. Ayol haqningmi ko'nglini tushunmasak bo'lmaydi. Ular har qancha ojiz bo'lsa-mu, lekin farzand uchun eng g'ayur botirlarga aylana oladi. Suhayba o'g'lini o'ylagan. Shunga uning ko'ziga hech nima ko'rinmagan. Sizlar uni kechirmaslar bo'lmaydi. Xudoim ravo ko'rmaydi." Yaqindan beri Atxon ularni ko'proq o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Bo'libmi qirg'anda topgan kenji o'g'li Yelimsha uning ko'ngil maylini tartib ketib atadi. Suhaybamo pat-pat tushiga kirib, uning ko'ngil aromini buzatdi. Shundaq kunlarning birida Atxon kitob o'qib o'tirib, Muhammad payg'ambarning mundaq bir so'zini o'qib qoldi. "Sizlar xotinlaringlarning qishig'i beringlar. Chunki sizlar uchun ular xuddi o'zlarining kiyim-kechaklariga o'xshash zo'rur. Ularmi sizlar uchun xuddi o'zinglarning kiyim-kechaklaridek zo'rur." Bu aqida shu kundan boshlab sadoqatman bir muxlisni intayin qiyin mushkulotga selib qo'ygan edi. Xotinning orqasidan Qohiraga boray desa, erlik g'ururi, takabburlikqa yo'l qo'ymaydi. Barmay desa, hijron azobi, seg'inish dardi yurakni o'rtaydi. Mana bugun Pasar hojimning tuyuqsiz paydo bo'lib, xat ko'tirib kelishi xuddi Atxonga egiz o'gizdan tushish uchun shot qo'yib bergandek uni qiyin mushkulotdan qutuldirdi. "Qiynatlari Mustafa Suymanmo sizning Qohiraga berib, bola chaqalari bilan jam bo'lib, bir mazgil dam olib kelishlarini aytdi", dedi Pasar hojim uni texini qizitib. "Endi barmasizlar bo'lmas. Konlarmo 40 qo'tan melang bo'lsa-mu, yaxshi xotin bo'lmasa bekor deb to'g'ri aytgan. Qirg'anda sizlarga asqatadigan ekan shu Suhayba." Atxon ortiqcha ishkunib o'tirmadi. U hozir Akbardan xotirjam edi. Akbar endi o'z yo'lini o'zi tepib mang'alaydi. Bu kunlarda o'zimi do'konda yetib qo'yib turmushda qiynalanyapti. Shunga Atxon bu yerda tartishqidek hech narsa bo'lmag'achqa Pasar hojimga kaskinli javob berdi. "Bo'ladi hojim, Qohiraga borsam boray. Menga nega borsam baribir to'rt tarafim o'xshashli qibla." Anglayotganinglar, biri Qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. 9-bob Shah huzurida. Yillar xuddi shamol surgan yirik bulutlardek orqa-orqadan o'tib ketdi. Uning qoldirgani qerilarga soqol va quruq, yoshlarga kuch va aql bo'ldi. Atxon Qohirada beg'ir besib turib qoldi. Qaynatisi Mustafa Suyman kasal bo'lib yetib qolg'achqa, uning Davon rastisidagi katta gazlama do'konini Atxon ega bo'lib boshqarib atdi. Akbar qadim joyni sotdi. Musfiladagi haramga yaqin bu a'tibor joyga Riyoddan kelgan cho'ng bir boy mehmonxona solmoqchi bo'ldi. O'z vaqtida hech kim ko'zga ilmagan bu qaqas tashliq yerning bugungi kunda bir g'irish bahosining oltinga teng bo'ladiganligini hech kim o'ylab baxmagan edi. Akbar uning puliga shu paytida yangi silingan zamonli binodan bir yurish uy setib oldi. Bu uylarning to'q,
su, gaz deganlar to'liq edi. Bularni o'ylasa, Akbar o'z vaqtida Abu Lahabning yiroqni ko'rarlik bilan yerni ko'p hal qilib bergan donoligidan qattiq suyunatdi va ishida uning rahmat aytdi. Lekin bu kunlarda Akbarga o'xshash sirtdan kelgan Buxorolarning ish o'qiti toza oqmay vatadi. Buningga bir necha yilning oldida Makkaga chiqadigan Al-Bilad gazetining ma'lum sonida e'lon qilingan chet ellik Buxorolarning savdo tijorat qilishiga bo'lmaydi degan bir parcha maqola sabab bo'lgan edi. Hozirgacha bu maqolaning muallifi ma'lum emas edi. Biror simo uningga radiya berib maqola yozmadi. Shunga mazkur maqola munosabatli o'rinlarda o'zining kuchini ko'rsatyapti. Iqomat hal qilish, tijorat kinishkisi elish va yangilash qatorliq ishlarning hammasi to'sqinlikqa, so'g'uq muomalaga uchrayapti. Kishilar oromquda dukkan ocholmaydi. Kunlari dakka-duk ichida o'tyapti. Bundaq besim va xo'rliqdan bezar bo'lgan ba'zi Buxoriylar Makkani tashlab boshqa yurt shaharlarga churab chiqib ketishdi. Akbar yanala dukkan echish bilan chor bozorchilikni moslashtirib, tulkiga o'xshash ta'donlik bilan jon beqib ketyapti. Bugun shanba, Makkaning ichi atdigandila qizishga boshladi. Akbar tunugun juma namozida Haris bilan ko'rishib, bugungi kunda ikki oila billa dengiz bo'yiga berib, dam elib kelishni kelishib qo'ygan edi. Ular endi nasht qilib bo'lishiga Harisning kichik sayohat mashinasi Akbarning qo'rusi oldiga kelib signal berdi. Mashinaning ustiga xeyli ko'p yuk taqtilgan edi. Akbar bola chaqasini elib eshik oldiga chiqdi. Uning qo'shmaq meg'izdek burjuq qizi 7 yoshlik Anargul bilan 5 yoshlik Ipargul sochlarini tugib, havo rang yipak raxtda bir xil kiyinib, shundoq omoq va sho'x bo'lib ketgan edi. Uning ayoli Gulbahram bo'lsa, qop-qora abay yig'ib purkinib, ba'ayni qora ko'langidek hech nimasini farq etgili bo'lmaydigan pinhon qiyofatga kirib olgan edi. Ular mashinaga chiqdi. Mashinada Harisning ayoli Tamazur bilan 6 yoshlik o'g'li Ziyod bor edi. Mashina Makkaning sirtiga chiqib, Yaman tosh yo'lini bo'ylab yurib ketdi. O'z vaqtida tügü karvanları yürüydigan o'ng'ul-do'ng'ul bu yo'lda hozir har xil tipdagi yuk mashinalari g'o'yildab o'tishib turadi. Ular uzoqqa qolmay Qizil dengiz bo'yiga keldi. Dengiz hayvatlik gurkiraydi va oppoq bujg'unlarni chashirtib, odamga huzur beg'ishlaydi. Dengiz bo'yidagi yumshoq qumloq ustiga piramida shaklli kichik chedir tikildi. Chedirning ichiga adiyallar selindi va o'ttirga toshdan o'choq yasilib, mis ko'ri esildi. Ikki cho'kan paranglashqash tushlik tamoq tutish qildi. Balalar allaqachon ko'nglaklarini serib, cho'qirishib dengiz bo'yidan qumni terishga kirishib ketgan edi. Dengiz bo'yidagi qumliqlar quruq qululi qepi va beg'irang qululi po'stloqlari bilan to'lib turadi. Akbar bilan Haris dengizga xeyli ichkirilab kirib, suvga cho'mildi. Tinimsiz chayqalib turgan sho'rluq, so'g'uq suv ularning badallarini qizartirdi. Akbar Harisning orqasidan yanada ichkirilab kirishga jur'at qila olmadi. Chunki qudratli dengiz shavqini uning miyasiga urilib, bir oz jiddiylashtirib qo'ygan edi. Uning ustiga ichkir mangan siri dengiz ostidagi toshlar ko'payib yo'g'inaydi. Pichoqning bisidek o'tkirlashib ketgan ba'zi bir toshlar odamning put-poqaljoqlarini tilib, jonni xohishlatdi. Shunga Akbar dengiz to'lqiniga o'zini qo'yib berib, asta-asta qirg'oqqa qaytib keldi. Yumshoq namqum ustida o'ltirib, Harisga qaradi. Haris to'lqinlar bilan elishib, ba'zida yuqori ko'tariladi, ba'zida suv ostiga shung'ib kirib ketadi. Akbar Harisdan ko'zini uzib, ko'z oldida yeyilib yotgan bu poyonsiz qudratli dengizga qaradi. Uning nazarida dengiz to'limi pok, sirliq bir dunyo edi. Dengiz o'z vujudiga yot bo'lgan har qanday g'alda-g'ashlarni tinimsiz to'lqinlar bilan urib, ittirib qirg'oqlarga opirib tashlaydi. O'z jismida zarracha dog' saqlamaydi.
Akbar ko'zlarini xiyol bilan yerim yumib, dengiz bilan tutishib ketgan cheksiz ufqqa va bu ota siminning yana bir chetidagi boshqa bir dunyoga nazar solmoqda edi. U yiroqdagi suvga tutashgan yoysimon ufqdan, dengizning shovqinli bujg'inlaridan, go'yo yurtining yeshilligiga purkangan bog'u eramlarini, ona tilida so'zlashayotgan o'z kishilarining yaqinlik paranglarini, qaynoq bozorlardagi tantanali sadolarni anglagandek, ko'rgandek bo'ldi. Ah, qudratli Xudo! Shu turqida bir karomat qilsang, dengizdagi biror biliq xuddi cho'chaklardagidek meni dumbisiga mindirib, oshi yiroqdagi sig'ingan, tashna bo'lgan yurtimga, qarindoshlarimning qishiga elib borsang, xushalliqdan yuraklarim yerilib ketarmi? Nimachi o'ngib o'tirib ketding? Harisning tuyuqsiz suoli Akbarning yiroqlarga so'zilgan xiyol yetlarini o'zvatdi. O'zimcha, dedi Akbar beshini asta ko'tarib. Akbar uning oldida yerim yalang'och petib o'ri turardi. Uning qumur rang terisi parqiroq, badani bejirim, bo'lchungi ching edi. Quyuq chechi bilan qop-qora bulutlar orasida esilib turgan suv damchillari quyosh nurida marvoyitdek julolanib yaltiraydi. Keyin bu suvlar asta-asta tuvanga sirg'ib, maydizdagi quyuq yo'nglar orasiga kirib g'oyib bo'ladi. Haris Akbarning yenida o'ltirdi. Ko'p shinib, qirg'oq suyib turgan tinimsiz suv ularga erkilgandek yugurib kelib, putlarini yaqinlik silab qo'yib, yana noz bilan orqaga qaytatdi. Sen endi shirkat qurib, tijorat yo'lini kengaytsan bo'ladi, Akbar, dedi Haris qo'lidagi rangdor qululuq ipini o'ynab o'ltirib. Men shirkat qurganning foydasini ko'ryapman. Tijoratim chigara olqib ketdi. Men nima qo'yda, sen nima qo'yda, Haris? dedi Akbar do'stiga taajjub bilan qarab. 2-3 yildan beri dukkanni tuzukroq echib, aramxuda tijorat qila olmayvasak, shirkat qurish nada? Texecha ashu al-bilatdagi maqolning shimi? deb so'radi Haris hayron bo'lgandek. Shu ish, dedi Akbar bir xil nafrat tuyg'usi bilan. Sen ko'proq chet ellarda yurib, bizning ahvolimizni xabarsiz qolding, Haris. El-bilatga chiqqan osh maqolning kasofati bilan tijorat yo'limiz bo'g'ildi. Qachon tutib olar, qachon qo'g'lib bitar deb dakki-duk kishida qoldik. Mana qarag'ina, mening oshu 2-chi qizim 5 yoshga kirdi. Texecha nupusga o'tirg'izmadi. Mushzimda tug'ilgan bir narsidini mushzimni yaklab Shuncha yil musofirchilikning dardini tortganimiz yetmagandek, hukumatinglarning bu ishi bakmishib ketdi. Haris, biz go'yo bu yurtning raqibi bo'lib qoldik. Hajga kelib, yurtga qaytalmaganligimiz bizning gunohimizmi? Shuncha eg'ir judolikning dardini ko'tarayotganda, bu bizga yana yangi tortquliq. Bundoq bo'laversa, biz zodi qandoq yashaymiz? Nereden chiqish yo'li topamiz? Ota bobolarimizning vatansizning go'ri tar degani rost ekan. Lekin bu gaplar sening ko'nglingga kelmasin, Haris. Men hargizim bu yurtni, arablarni ayblamoqchi emas. Bu yurt bizni qo'yniga oldi. Issiq makon berdi. Arablarmo bizni yakligini yo'q. Sana o'xshash, dadanga o'xshash talay-talay oq ko'ngil kishilar bizni o'z qilinishdan chora ko'ryapti. Lekin bizning tirikchilik qilish, pul tepib yaxshiroq yashash huquqimiz bo'lish kerak-da. Ba'zilar buni tushunmaydi. Men shuni demoqchi. Akbar so'zdan to'xtab, eg'ir xursinib qo'ydi. Haris uning so'zlaridan, alfozdan ishchi dardga to'shib ketganligini, xo'rlik his qilayotganligini bildi. Shunga do'stining ko'nglini yasash, dardiga davo bo'lish uchun mundaq dedi. Adash, gezitlik gaplar Qur'onning amri emas, qonunni emas. O faqat ma'lum bir tarafning ko'z qarashi bo'lishi mumkin. Allah yaratgan har qanday bandaning bu dunyoda yashash, tirikchilik qilish huquqi bor. Ba'zilarning chet ellik Buxoriy deb milliy ayrimchilik qilishi islom diniga yot narsa. Makka yolg'iz arablarning emas, balki butun dunyodagi musulmonlarning Makkasi. Uni tarixdan beri dunyodagi barliq musulmonlar o'rtaq gullandirgan. Endi kelib ba'zilarning uniga yakigani xo'ja bo'lg'isi kelyotgan o'xshaydi. Lekin bu hargiz oqmaydi.
Haris sözden to'xtab, yiroqlarga ko'z tikdi. Dengizning hayvatlik shovqini quloq soldi. Ondan cho'nqur bir tinib olib, so'zini davom qildi. Bilamsan Akbar, biz arablar jaholat patqiga bakmi cho'nqur patgan xalq. Bizning tariximiz nodonlikqa, vahshilik to'lgan qon yoshliq tarix. Arablarga islomdan burun hech narsa harom emas va hech qanday jinoyat emas edi. Agar Muhammad alayhissalom dunyoga kelib, hidoyat nuri bilan bu zaminni yo'ritmagan, bir-biri bilan siyosiy, diniy, milliy birlik yo'q, chechilangan arablarni islom tug'i atrofiga uyushtirmagan bo'lsa, arablar o'zaro tabriqchilik, qirg'inchilik bilan bir-birlarini o'ldirib, bu zaminni yomon odat, qabih axloq hukm surgan shehidlar makoniga aylantirgan bo'ladi. Payg'ambarimiz o'z dushmanlari bilan 13 yil jafoliq kurash qildi. Islom diniy aqidalarini tarqitish uchun jondil bilan tirishdi. Oxir xorliqni, zulmni, nodonlikni, nohaqchilikni, jaholatni, badniyatni yo'qotib, bu zulmni ilm irfonga, haq adolatga, nur va saodatga erishtirdi. Uning tirishchanligi bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda muqaddas Makka bo'lmagan bo'ladi. Makka madaniyat tufaylidan emas, balki ulug' islom dini tufaylidan barpo bo'lgan. Hozirmi ba'zi odamlarimizning qallasida jaholiyat davrining zaharlik soqindilari tuguni yo'q. Ular odamlarga, zamonga ana shu zaharlik qarashlar bilan muomala qiladi. Menimcha al-Bilat chiqqan yiliq muallifsiz maqolimi cho'qim oshxil qarashlik odamlarning fikri. Men bunda o'ylayapman. Hozir Faysal Abdul Aziz podshohlik taxtiga chiqdi. Agar bu ishdan oshizatni xabardor qilsak, u cho'qim bir narsa deyishi mumkin. Biz bu haqda dadam bilan paranglashib boqaylik. Akbar, dadamdan texim yaxshi aql chiqib qolsa ajab emas bo'lamdi. Harisning so'zlari samimiy ham qizg'in edi. Rostchilik va haqqoniyatlik tuyg'usi bilan sug'urilgan bu mardona so'zlar uzoqdan beri Akbarning ko'nglida yig'ilib qolgan g'ashlik bilan buruq turmuliqni ko'tarib o'tgandek bo'ldi. Akbarning qarashicha, Harisning bu so'zida bilimlik, o'qimishliq, samimiy bir odamning o'zi va o'z millatining o'tmishi ham hozir to'g'risida kaskin, xolis, oqilona baho va hukm bor edi. Shunga Akbar Harisning taklifiga xushomlik bilan qo'shildi. Quyosh bir kunlik qutlug' safarini oxirlashtirib ufqqa bosh qo'ydi va ko'p o'tmay dengizga patdi. Uningdan qolgan shafaq nuri suv yuzida jillanib, butun olam suz qizillik nuriga cho'milgan vaqtda Harisning mashinasi dengiz bo'yidan qo'zg'alib, Makkaga qarab yurib ketdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atki anlatishimizda davomliq anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.